Ama manzarani qaranglar akalar. Vafshi dahshatmi? Qaranglar. Mana shu Buxoro Shofirkondamiz. Buxoroning ko'chasida bunaqa chiroyli tunika fonni to'g'risi ko'rishingiz juda qiyin, chunki bu Shofirkon territoriyasida bitta fason bo'ldi. Zo'r qilib berdik. Qaranglar lampochkalarini. Bu 3D formatda qilib berganmiz. Material faqat nержавейка, mokriy rang va oppoq rangda o'ta kombinatsiya qilib berdik. Qaranglar. Faqat uy egasi mana bu tomonda lampochkasini yoqib qo'ydi. Mana buni ham yoqsa o'ta yorug' bo'lib ketadi bu yer. Vafshi dahshatmi? Qaranglar. Turbalarini ham yiltillaydigan vafshi alkafonni fasonda qilib berdik. Vafshi boshqacha bo'ldi. Qaranglar akalar. Qalay zo'rmi akalar? Biz o'zi Andijondamiz. Andijondan kelib Buxoroda shunaqa bir ideal fason qildik. Qo'yaverasizlar. Vafshi uzoq joydan qarasanglar mana eng yop-yorug' bo'lib, eng go'zal bo'lib tovlanib turibdi. Qaranglar. Endi mana sizlarga darvozaxona ichkarilarini ko'rsataman. Ichkarilari ham o'ta chiroyli bo'ldi. Bu tunika fonimizdan vafshi o'zigacha bo'layapti. Mana Buxoro nomer. Bitta bo'layapti. Mana bu ichkari tomonlarini ham, lampochkalari ham qaranglar. Chekasi mokriyga, ko'k nержавейка bo'lgan. Bu qaranglar, qanaqa chiroyli fon bo'lib turibdi. Materialimiz no'ltir. Qolgani ko'k nержавейка bo'lgan, vafshi boshqacha holatda bo'lgan. Qaranglar, chiroyliligini. Zo'rmi? Kimda kim shunaqa tunika fon qildirmoqchi bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Buni 1 kvadratini 250 ming so'mdan qilib berganmiz. Bu yerga 1120 kvadrat atrofida tunika ketdi. Mana bu tomonlarini, mana bu tomonlari krugla aylanadi va mana bu joyda ozgina ishimiz qoldi. Hozir ish jarayonlari qizg'in ketyapti. Qaranglar. Chiroylimi? Biz tunika fon narxlarimiz 140 ming so'mdan 250 ming so'mgacha qilinyapti. Bu 3D fason. Bo'lib ham bu tunika manaqa yiltillab turadi, alkafonga o'xshaydi, vaqti boshqacha, puliga yarashadi, qaranglar. Mana bu rim ustullarning taylarini ham qanaqa mohirona sifatda o'rab ketganmiz. Mana. Vaqti agar o'rtasini lampochkasini ham yo'qsa, vaqti dahshat bo'ladi-da, bu yerchi. Qaranglar. Vafshi dahshat bo'lyapti. Mana ish jarayonlari bezab ketyapti. Mana shu joyda qoldi. Va mana bu joylarini polностью qilib berdik. Lekin vafshi dahshat chiqdi. Bu ishimiz Buxoroda, Shofirkon tumanida, Mansur akam xonadonida chiroyli holatda qilib tugatyapmiz. Mana bu joyda ozgina ishlari ketdi. Qaranglar, ijtimoiy yiltillab turishini ko'ryapsizlarmi? Vafshi boshqachami? Kimda kim shunaqa tunika fon qildirmoqchi bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Vafshi boshqacha qilib beramiz. Endi mana bu joylarga keladigan bo'lsak, mana bu joylari perikosligini hisobiga biz o'rta fonga chiqardik, qolgan joylariga chekasiga shunaqa palasalik qildik. Chunki bu joylari ko'pi perikos. Lekin fasonni umuman boshqacha holatda qilib tugatyapmiz-da. Usta Habibullo tunika fon jamoasi doim xizmatinglarda cho'tli holatda qilib beramiz. Qarang. Kia K8 ham qanday holatda turibdi? Tunika fon qanday holatda turibdi? Yo'qsa bitta like qo'yib qo'yasizlar.